Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Gulsanam kelin bo'lib tushgan oila. Juda serfarzand bo'lib 3 qaynisi, 2 qaynopasi va 2 qayn singlisi uning atrofida parvona edi. 4 opa singildan ikkitasi uzatilgan bo'lsa-da, kunora yangi kelindan xabar olgani kelib turishardi. Ularning ochiq ko'ngilligi sabab Gulsanam oilaga tezda kirishib ketdi. Qaynonasining o'ng qo'liga aylandi. Eri doim ko'ngliga qarar. Biron kun ishdan qo'li quruq qaytmasdi. Albatta ro'zg'orga biron nima ko'tarib kelardi. Oradan o'tayotgan yillar qaynlarni juftlarga uchratib, alohida ro'zg'or qilib berdi. Gulsanamning qo'liga ham bir qizaloq va bir o'g'ilni tutqazib ketdi. 3-chi qaynsingil ham uchirma bo'lib ota uyini tark etdi. Endi hayhotdek hovlida Gulsanam qaynota qaynonasi, eri va bolalari hamda erkatoy qaynsinglisi Diyora bilan birga qolgan edi. Bir paytlar tumoman odam g'ovuri eshitilib turgan hovlida Diyoraning bama'ni gap so'zlaridan bo'lak ovoz eshitilmasdi. Shu paytgacha uni turtkilab, odam soniga solib yurgan opasi uzatilib ketgach, erga qiz asl fe'l atvorini ko'rsata boshladi. U Gulsanam kir yuvib, kiyim ilgan dor yonida changitib supurar, oshxonani birovga tark etishiga ulgurmay, ovqat olovni ko'tarib qo'yar yoki aksincha o'chirib, gaz chiqarib qo'yardi. Boshida buni sho'xlikka yo'ygan Gulsanam bu gap bilan gapirib Diyorani tartibga chaqirib qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq butunlay ters javob olgach dovdirab qoldi. Diyoraxon otasi nabiralarini erkalatib, unga e'tibor bermay qo'ygandan xafa emish. Gulsanam nima qilishini bilmay qoldi. Uydagilarga aytay desa, o'rtaga sovuqchilik tushadi. Aytmay desa, Diyoraning dilozorligi kundan kunga chegaradan chiqayapti. Bir kun katta qaynopasi ularnikiga kelganida, Gulsanamning ozib-to'zib qolganini ko'rib hayron bo'ldi. Nima gapligini so'radi. Hech gap yo'q deganiga qo'ymadi. Hamma gapni birma-bir so'rab bilib oldi. Keyin kelin xijolat bo'lmasin deb, sal keyinroq singlisining xonasiga kirdi va jiyanining ko'ylakchasini ruchka pastasi bilan bejab o'tirganiga guvoh bo'ldi. Bilasanmi Diyora, gap boshladi u muloyimlik bilan. Mening 2 qaynsinglim bor. Tilidan zahar tomadi. Doim oyim bilan o'rtamizda gap tashib, sovuqchilik tushirishga urinishadi. Endi kelin bo'lib tushgan paytlarim qaynsingillarim menga qilgan dilozorliklari uchun jazolanishini, turmushdan yolchimasligini so'rab qarg'anardim. Mana ular ikkisi ham kunora janjallashib, ota uyga kelib o'tirib olishadi. To'g'ri, bu mening hayotimga ham salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmayapti. Ammo ularning turmushi buzilishi arafasida. Nega bu gaplarni menga aytyapsiz? Chunki sen ham bu qilayotgan sho'xliklaring bilan kelinga ozor berayapsan. Jabr diydalarning qilgan duosi Yaratganning dargohiga yetib boradi. Ertangi hayotingni o'yla singiljon. Opasi uyga qaytgach, Diyora yugurib kelinoyisining xonasiga kirdi. Qilgan barcha dilozorliklari uchun uzr so'radi. Bu kelinoyisini xafa qilganini kechirolmay, kechalari bilan uyqusi qochgan edi. Bu haqda oshkora so'rashga esa yuzi chidamasdi. Nihoyat Diyora qo'rqqan kun ham yetib keldi. Uni so'rab kelgan sovchilar ota-onasiga ham ma'qul bo'lib, rozichilik berib yuborishdi. Kuyov bo'lmishning juda xushsuratligini, o'qimishli, o'ylovli yigit ekanini bilib oldi. Balki bu shunchaki niqobdir. Haqiqiy sinov turmushga chiqqanimdan keyin boshlanar, degan hadik miyasini chulg'ab oldi. Opasining gaplari xuddi kechagidek qulog'i ostida takror-takror jaranglardi. Jabr diydalarning qilgan duosi Yaratganning dargohiga yetib boradi. Bu so'zlar ta'sirida hatto to'yni qaytarmoqchi ham bo'ldi. Oysi bu haqda eshitib tutab ketdi. Voy qiz, esingni yeganmisan? Shunday joydan so'rab kelishadi-yu, Fotiha qilib bo'lgandan keyin yo'q deymanmi? Yoki sevgan yigiting bormidi? Yo'q oyi, bilasiz-ku, ostona hatlab ko'chaga chiqmaganman. Unda nega bunaqa deyapsan? Men qurajak oilam buzilib ketishidan qo'rqaman. Voy qiz, nimalar deyapsan o'zi? Meni buncha qo'rqitmasang.
Kelinoyimni qattiq ranjitganman. Tish yorib sizga hech nima demaganlar. Lekin baribir hammasi shundayligicha qolib ketmaydi-ku. Oyisi darrov Gulsanamni chaqirdi. Qizim, mana bu ahmoq qiz sizni bir paytlar xafa qilgan ekan. Kelinoyim chin dildan kechirmasalar men turmushga chiqmayman deyapti. Diyoraxon, o'shanda ham aytganman-ku, sizdan xafa emasman deb. Yoki gaplarimga shubha qilganmisiz? Shu bilan hammasi tinchidi. To'y ham bo'lib o'tdi. Diyora borgan joyda tinib tinchib ketdi. Keyin eri uni boshqa shaharga olib ketdi. U kelinoyim meni rostdan ham kechirdilar deb xotirjam bo'lgan edi. Kunlarning birida Diyora ota uyga mehmon bo'lib kelganida o'sha voqeani eslab rosa kulishdi. Diyora kelinoyisidan ko'ngli og'rigan paytlar Xudodan nimani so'raganini aytishini iltimos qildi. Shunda Gulsanam ovqati tagiga olib qaynonasidan gap eshitgan kunlaridan birida Xudodan nimani so'raganini aytib berdi. Ey Xudoyim, Diyoraga yomonlik tilamayman. Unga yaxshi joydan odam chiqsin. O'qigan, hayotda o'z o'rnini topgan, esli xushli yigitni ro'para qilginu, o'sha yigit Diyorani bu yerdan uzoq-uzoqlarga olib ketsin. Borgan joyda tinib tinchib ketsin. Hammalari kulib yuborishdi. Chunki Gulsanamning niyati amalga oshgan edi-da.